Madina Munavvara Makka mukarramaga, ya'ni umra ziyoratiga asosan olib boriladigan narsalar, ihrom olishlik kerak. Afzal olib boriladigan narsalar asosan ihrom, o'zini ehtiyoji uchun kunlik ishlatadigan zumli shotka, zumli pasta bo'lsin yoki sog'ligida qandaydir muammo bo'lsa, dori-darmon olsin. Boshqa oshchi narsa kerak emas. U joylarga juda ko'pchilik hozir go'sht qovurish bo'lar ekan. Katta idishlarda go'sht qovurishib olib borishadi. Bu narsa O'zbekistondan mehmonxonaga borguncha aynib qolyapti-da. Uvolda bu narsa. Misol 3 kilo go'sht, 5 kilo go'sht shuni qovurishib olyapti. Bu narsa uvol. Buni uvoli bor. Chunki mehmonxonada 3 mahal, 2 mahal ovqati bor, sharoitlari bor. Go'sht qovurishlik qancha bo'lsin, mana uydan chiqayotganda, mayli o'sha aeroportga borganda, registratsiyadan keyin samolyot 3 kuncha bo'lgan muddatda ozroq tanovul qilib olishlik uchun olsin go'sht, mayli. Go'sht olaman nima olsa ham, lekin u joylarda borib yeyman deb turib oshcha narsa olish shart emas. O'zi asli u joylarga oshcha narsa kerak emas. Aytib o'tganimiz ihrom bo'lsin, kunlik ehtiyojiga ishlatadigan narsalari bo'lsin. Bo'ldi, boshqa narsa shart emas aka.